Oyijon, sana baribir o'rtog'ingiz telefon qilyaptilar, nima dey? Yo'q deyman, yo'qman. Yo'q deyman, yo'q. Man yo'q deyman. Ha. Hozir sana baribir yaxshimisiz? Ha, ketuvdilar, uyda yo'q edilar. Ha, xo'p, mayli, yaxshi turinglar. Xo'p. Nimaga olmadingiz, oyijon? Nimaga? Ha, Dubaydan kelgan. Ertaga maqtanada qo'llarida ham yog'i tillasini, oltinlarini, brilliantlarini, amma men buni o'tirib siqib o'tiraman, uni gapini eshitib o'tiraman, o'sha yozib oldim o'zim. Kerak emas. Oyijon, kechayotgan Shohida bilan telefon qiluvdilar. Yo'q, ularga ham davringiz oshib ketadimi gaplashsangiz? Ha, Shohida bezmi? Shohida bez bo'lsa qilib bering unga telefon, bilan gaplashaman. Sabab uni eri 2 hafta bo'lgan bankrotga tushganiga. Qizi 1 oy bo'ldi qaytib kelganiga uyiga. O'g'li ham boshasini urmagan. Ana o'sha bilan gaplashsam bo'ladi. Hay, shundoq qanaqalardan chiqaman deb energiyamdan chiqaman. Tez telefon qilib bering menga. Ha, Shohidaxon, yaxshimisan? Tuzukmisan? Ha, tinchmi uying? Ha, o'g'ling nima ish qilyapti? Ha, eringchi? Yo, qizing qaytdi?